Diqqat, aholi uchun tezkor xabar. 1-iyuldan nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik va boshqa nafaqalar miqdori oshiriladi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Avval xabar berilganidek, prezident farmoniga asosan O'zbekistonda pensiyalar, nafaqalar, ish haqqi va stipendiyalar miqdori oshirilmoqda. 2026-yil 1-iyuldan pensiyalar, nafaqalar hamda ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga beriladigan bolalar nafaqalari 7% ga ko'paytiriladi. Ish haqqi va stipendiyalar esa 1-sentyabrdan oshiriladi. Farmonga muvofiq 1-iyuldan boshlab quyidagi to'lovlarni yangi miqdorlari joriy etiladi. Ish staji to'liq bo'lmagan hollardagi nogironlik pensiyasining eng kam miqdori 1,83,000 so'm, avval 1,12,000 so'm edi. Mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nogironlik nafaqasi hamda bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga to'lanadigan nafaqa 1,83,000 so'mdan avval 1,12,000 so'm bo'lgan. 1941-1945 yillardagi urush nogironlari va qatnashchilari, fashistlar konslagerlarining voyaga yetmagan sobiq mahbuslari hamda Leningrad qamali davrida mehnat qilgan shaxslar uchun eng kam pensiya miqdorlari ustamalar bilan birga 4,775,000 so'm etib belgilanadi. Hozirda yoshga doir eng kam pensiya miqdori bilan 1,12,000 so'm oralig'ida pensiya olayotgan fuqarolarning pensiyasi 1,83,000 so'mga yetkaziladi. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksalarga beriladigan nafaqa 878,000 so'm, avval 820,000 so'm edi. Ish staji to'liq bo'lmagan hollardagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lov bilan birga 878,000 so'm etib belgilandi. Parvarishga muhtoj 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bolaga qarayotgan qonuniy vakiliga beriladigan nafaqa ham 878,000 so'm bo'ladi. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oluvchilar uchun bir nafar mehnatga layoqatsiz oila a'zosiga to'lanadigan nafaqa 878,000 so'm etib belgilanadi. Har bir keyingi mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun esa qo'shimcha 290,000 so'm to'lanadi. Avval 270,000 so'm edi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar uchun bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosiga pensiyaning eng kam miqdori 878,000 so'm etib belgilanadi. Keyingi oila a'zolari uchun pensiya amaldagi tartib asosida hisoblanadi. Farmonga ko'ra, ushbu oshirishlar bilan bog'liq xarajatlar davlat budjeti hamda pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Shuningdek, ish beruvchilarga xodimlar ish haqqi mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kam bo'lmagan darajada belgilash va yangi miqdorlarga mos ravishda oshirish tavsiya etilgan. Farmon ijrosini nazorat qilish bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov hamda prezidentning ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori Mansurbek Allayorov zimmasiga yuklatildi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.